Assalomu alaykum. Bugun sizlarga qisqacha TurboCars haqida ma'lumot beramiz. Demak, qadrli do'stlar, TurboCars faoliyati haqida sizlarga qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, TurboCarsning faoliyati asosan ikkita yo'nalishda olib boradi. Birinchisi auksion yo'nalishi, ikkinchisi bo'lsa dilerlardan to'g'ridan-to'g'ri mashinalarni sotib olib, uni xaridorlarimizga yetkazib berish. TurboCarsning faoliyatlarining ichiga sotib olingan, tanlangan, topilgan mashinalarni tekshirish, ularni ko'rikdan o'tkazish, ularni texosmotr qilish barchasi kiradi. TurboCarsning xizmatlari ichiga yana mashinani olib turib, uni klientga yetkazib berish, logistika xizmatlari, dokument xizmatlari kiradi. Umumiy qilib aytganda, TurboCars xaridorni Koreyadagi vakili hisoblanadi. Ya'ni xaridorni Koreyadagi do'sti. Biz xaridorimiz uchun juda ham arzon narxda, qulay narxda va sifatli mahsulotni topib, uni klientga yetkazamiz. Xo'p, TurboCarsning faoliyatining ichiga nafaqat avtomobillar, balki katta-katta yuk mashinalardan tortib, mashina qismlari, mototsikl va shunga o'xshash motorli uskunalar va samolyotgacha bo'lgan mahsulotlarni, ekskavatorlarni chiqarib berishlik bilan shug'ullanamiz. Xo'p, navbatdagi savolimiz rastamoshka haqida. Demak, rastamoshka qachon to'lanadi, kim tomonidan to'lanadi va qanday qilinadi? Demak, rastamoshkamiz O'zbekistonga tovar kirib kelgandan so'ngra to'lanadi. Siz oldindan avtomobilni to'lovini to'layotganingizda rastamoshkaga ham to'lashingiz shart emas. Koreya uchun siz avtomobilning narxini to'laysiz, logistika narxini to'laysiz, bo'ldi. Va avtomobilingiz Koreyadan O'zbekistonga 25-30 kun ichida boradi. Avtomobilingiz kirib kelgandan so'ng, keyin rastamoshka to'lovlarini amalga oshirsangiz bo'ladi. Rastamoshka o'zi nech pul chiqadi? Ya'ni qanaqa chiqadi, nech pul chiqadi? Rastamoshka bojxona qoshida ishlaydigan xususiy avtodeklarantlar bor. O'sha avtodeklarantlar sizga mashinangizni yiliga qarab, yoqilg'i turiga qarab, modeliga qarab, ot kuchiga qarab va narxiga qarab sizga rastamoshka to'lovini hisoblab beradi. Rastamoshka to'lovi hisoblangandan so'ng 25-30 kun muddat ichida, ya'ni dastavkani orasida TurboCars sizga rastamoshka uchun kerakli bo'lgan barcha hujjatlarni sizga yetkazib beradi. Siz shu hujjatlar bilan tayyor hisoblab qo'yilgan mashinani rastamoshka narxi bilan bojxonaga borib, rastamoshkani to'lab, mashinangizni olib, uni rasmiylashtirsangiz bo'ladi. TurboCars sizga shu tomonlama, huquqiy tomonlama yordam beradi. TurboCars qadriyatlar asosida ishlaydigan kompaniya hisoblanadi. Shuning uchun klientlarimiz bilan iloji boricha ochiqchasiga, iloji boricha to'g'ridan-to'g'ri ishlashga harakat qilamiz. Shuning uchun sizlarda qanaqangi savollaringiz bo'lsa, tortinmay kommentariyada yozib qoldiringlar. Biz sizlar uchun mana shunday maxsus videolarni yasab, sizlarga taqdim qilamiz. TurboCars orzungiz yo'lga chiqmoqda.